Bizdagi keyingi bo'limimiz bu narxlar bo'limi. Narxlar bo'limi qanday prinsipda ishlaydi? Kerakli mahsulotimizni qidirib topib olamiz. Misol uchun Coca-Cola. Mahsulotimiz chiqqandan so'ng qo'sh tugmasini bosamiz. Va X tugmasini bossak, shu yerda qo'shilgan holatda bo'ladi. Bu yerda son 1 turgan son nima uchun 2 bo'lib qoldi degan savolinglar bo'lishi mumkin. Hozir videoni olishni boshlashimdan oldin ham bu mahsulotni qo'shgan edim shu sababli. Xo'p, soni nechta chiqarmoqchiligimiz sonni aynan shu joyda kiritamiz. Bitta bo'lsa bitta, ikkita bo'lsa ikkita. Keyingisi bu senik, ya'ni chiqaradigan narximizni razmeri har doim qog'ozimizga to'g'ri kelishi kerak. 60 ga 40 bo'lsa 60 ga 40 tanlaymiz, 60 ga 30 bo'lsa 60 ga 30, 40 ga 30 bo'lsa 40 ga 30. Istalgan turdagi, ya'ni to'g'ri bo'lgan razmerni tanlaganimizdan so'ng chop etish tugmasini bosamiz. Chop etish tugmasi biz ahamiyat beradigan joyimiz printerimiz va donasi. Qolgan narsalar hammasi joyida turgan bo'lsa, pechat tugmasini bosadigan bo'lsak, avtomatik tarzda narximiz chiqib keladi barkod printerimizdan.